Christian Bale, amerikanskiy psixopat va Batman Dark Knight. Gollivudda bu aktyorning laqabi buqalamon. Sababini bilasizlar, bitta rol uchun juda ham ko'p vazn olishi, juda ham ingichka holatga kelishi ham mumkin. Sezib turganingizdek, bugun Bale kinolariga baho beramiz. 10 ta shkalada. Eng birinchisi Batman trilogiyasi, birdan 3 ta kino. Super geroylar ichida bunaqangi kinolar qaytib chiqmasa kerak. Albatta Christopher Nolan va Heath Ledger obrazlari ham katta rol o'ynaydi. Dark Knightga ko'proq. Bu kinolarni ko'rib shunchaki maza qilasizlar. O'sha 10 dan cheksiz. Ikkinchisi Prestige, yana afsunga. Rosti bu kinoni men oldin televizorda ko'rardim va yaqinda qaytarib ko'rdim. Farqi yo'q. Oldin ozgina joylarni ko'rgan bo'lsam ham, qaytadan ko'rganimda maza qildim. Haqiqiy boom. Mana shu kinoda 10 dan 100. Uchinchisi amerikalik psixopat. Rosti bu kinoda tashqi ko'rinish, inson o'zini qanday tutyapti, hammasi yolg'onligini bilib olasizlar. To'g'risi buni hali o'zingiz anglab yetmagan bo'lsangiz ko'rmang. Psixikangizga ta'sir qiladi. Jinni kino desam bo'ladi. Buni Sigma qilgani uchun mayli 10 dan 20 dan. The Machinist kinosi. Bu kinoni ko'rib qanday yashayapti bu inson deysiz. 1 yildan beri uxlamagan inson haqida. Va kinoni ko'rish davomida yana bitta kino esingizlarga tushadi. Qaysi syujetga o'xshashini izohlarda yozib qoldiringlar. 28 kilogramm ozish albatta oson emas. 10 dan cheksiz. Ford va Ferrari. To'g'risi bu kinoni ko'rmaganman, lekin yaxshi kinoligini bilaman. Mayli 10 dan 10 berib turaylik. Endi yana buqalamon deb atalishiga sabablaridan ikkita kinoni ko'ramiz. American Hustle va Witz. Bularga gap bo'lishi mumkin emas. 10 dan 10. Va keyingi kinosi The Fighter. Bu rol uchun Oscar olgan. Bunga endi nima deyishni bilmayman. 10 dan xohlaganingizdek. Va mana shu kinolarni hammasini qayerdan ko'ramiz desanglar, sizlarga bitta zo'r maslahat beraman. Xullas Google Play yoki App Store'da Home Play degan dastur bor. Dasturni o'rnatamiz va uni ochamiz. Qarabsizki 5000 dan ortiq xorij kinolari, seriallar, multfilmlar hamda dramalar kutib oladi. Aynan bir aktyorning kinolarini topish uchun xuddi videodagidek harakat qilsangiz kifoya. Shunday qilib sevimli aktyoringizdan barcha kinolarini oston topsangiz bo'ladi. Qaytgancha dastur Bodroq promokodi bilan 3 kun bepul. Videomiz yoqdi degan umiddaman. Keyingi safar qaysi aktyor haqida shunday video qilaylik, izohlarda yozib qoldiring.